Ha, bo'ldi, oshna gaplashamiz edi. Xo'p. Tuzingiz aka, yaxshimisiz? O'zingizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Kecha o'g'lingiz musor idish ma'da turib, axlatni butun mahallaga chachib ketyapti. Gapiray desam qochib kirib ketdi. O'g'lingizni tarbiyaga chaqirib qo'ying. Ey aka, nima aqllilik qilyapsiz? Chachilib ketgan musulni siz tozalayapsizmi? Ko'ynimi, ko'chasi. Sadqay odam ket. Milliard pullar haqida gapirishyapti. O'zi u bor narsamikin? Unisi menga qorong'u, ketdi. Aka nima qilyapsiz aka? Ko'chaga muzor tashlab farzandda ishlaydimi? Aka ozgina shashilayotdi. Pulini olganlar tozalaydi-da. Pulni sen beryapsanmi-ki? Qara pokiz joyda harom qilyapsan. Kallang ishlaydimi seni? Pulni men bermagan taqdirimda ham aka, mashina tozalash uchun immindan davlat pul beryapti ularga. Tozalaydi mashina. Sen o'zingni bosib olgin, odam nazari yomon. Sen yaxshi insonlar sahar turishadi sen sasib yotgan paytingda. Eng qizig'i onangni otangdan katta odamlar. Birodar mehnatini qadrlashni o'rgangin. Xo'p, aka uzr, hozir opman. Uka insonlarni hurmat qilishni o'rgangan. Bu vatanni toza saqlash hammamizning vazifamiz. Uka, avvalo tozalaydi, vijdonimizdan boshlaylik. Sog' bo'ling. Shonu shuhratingga kirilma odam, ko'kka otib yerga urar dunyo bu.